Assalamu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 65-soniga xush keldinglar. Bugun biz Aqtashli kitob va boshqalar deganning 3-sonida hukumatimizning Cumhur raisi Mamtun Alo apandim bilan suhbat qurishimiz. Mamtun Alo apandim, suhbatimizga xush keldingiz. Xush bulduk. Rahmat. Rahmat. Sizin davomli avvar qilamiz. Aqtashli kitobimiz to'g'riliq yana necha suhbatimiz bor. Siz yaqinda X munbirida Tegirman Amerikalik shoir, yozuvchi Charles Bukowskining mundaq bir aqliy so'zini chiqaribsiz. Ularning ko'p qismi o'ziga o'gitilganlarni so'zlaydi. O'zlari o'rgangan emas. Dal shundaq, bizmo ko'p vaqtlarda bilib bilmay o'gitilimiz va shuni so'zlaymiz. Bizning o'zimizga tava barliq ta'alluqotlarimiz degidek yotning boshqasiga tushgandan beri biz o'zimizga boshqacha o'gitilyapmiz. Vatan setish kelishimiga qo'l qo'yganni milliy doira deb o'gitilsak, umrining yarmidan ko'pragini Xitoy ostida avtonomiyaga beg'ishlaganlarni mustaqilchi deb o'gitilyapmiz. O'z deb qaralgan ulug'larimiz, sarxillarimiz tarafidan Xitoy zihniyatida toki bugungacha izchil o'gitilyapmiz. Bizning Aqtash kitobimizda bizga o'gitilgan emas, bizning o'rganganimiz yozilgan. Ya'ni haqiqat yozilgan. Bugün Doktor Mamtun Alo apandim bilan bo'lgan suhbatimizda kitobimizdagi Sharqiy Turkiston xalqi, kulturi va tarixi degan boblar bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, Mamtun Alo apandim. Aqtash kitobining tartibi bo'yicha Sharqiy Turkiston xalqi 4-bobida tushuntirilgan. Kimlar Sharqiy Turkiston xalqi? Bizlar Junxo millatlariga mansubmi? Undaqda biz Junxo millatlariga mansub bo'lsak, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz nimaga mansub bo'ldi? Hamda bizning Xitoylar tarafidan burmulangan nüfus sonimiz bilan birlashtirib, mushni asos qilib so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat. Bugün biz Charles Bukowskining so'zidan boshladingiz. Men shu so'zdan boshlay. Bizga mustamlika o'rgatgan emas, balki o'zimiz o'rganganni so'zlamsak bo'lmaydi. Bo'laqma tarix kelgan vaqtida, chunki bizning tariximiz ta yaqingacha boshqalar tarafidan yozilgan, so'zlangan va bizga o'rgatilgan. O'zining manfaatidan chiqish qilib turib. Biz o'zimizning tarixini o'zimiz so'zlaydigan, yozadigan va boshqalarga o'rgatadigan bir bosqichga kelishimiz kerak. Bo'lmasa, bundaq bir xalqningki tarixi boshqa burmulubni qolmasdan balki ularning hattoki tarixiga o'zi egulanmay, o'ziniki tarixiy kimligini yo'qotib qo'ydigan, kelgusimi xira bo'ldigan ish bo'ldi. Endi biz sizning savolingizga kelsak, bu Sharqning atlasi deydigan bir atlas to'plamida 1697-yilda Fransiyada e'lon qilingan, bu bizning kitobimizga, Aqtash kitobimizga ilingan bir naqldi bu. Sharq Turkistonning o'rnini shuna tushuntirdi bu. Sharq Turkiston bu nimaningki O'zbek va Chag'atayninki sharqiga, Hindistonninki shimoliga, ya'ni markaziy Osiyo Tartariyaning markaziga joylashadi deydi. Tartariya degan bu ajoyib bir hukm, bu yomon murakkab bir hukm, bu bugungi leksiyamizning nimasi asos emas. Ularni mushu ba'zi suiqasd nazarchilari dunyoda buyuk bir medeniyet yaratgan lekin iz yo'q tutilgan tarix kitobga kirgizilmagan deydi. Bu turib tursin, demak Sharq Turkistonning o'rni 17-asrlardan tortib shunday tushunilgan. Undan burun shunday tushunilgan, ammo madaniyat dunyoga shundan tortib aniq tushuntirishga erishganda, o'tgan deganimdek bu uy mushamda. Ya'niki xalq kimlar? Bunimi demasak bo'lmaydi. Chunki bizga o'rgatilgani Junxo millatlarining cho'ng oilasidagi hamma millatlarning seriqtanlik ekanligi. Bu yerda irqchi qilmoqchi emasdim. Ammo tegimizni bilish uchun bu irqiy bir tarkiblarga murojaat qilmasak bo'lmaydi. Bu mening gapim emas, bu tarix shunda bo'lgandan keyin buni shu yerda demasak, Xitoy o'rgatganini deydigan ish chiqadi bizga. Bizningki tegimizda ikki cho'ng irq bor. Birisi aqtalliklarning, ya'ni Hindi Yevropa irqininki yoki bosh atalganda Kavkaz irqininki, ya'ni birisi proto-turk Hun bu irqning. Hamda ba'zilarning qarshicha proto-turkning ichidami aqtallik, ya'ni Kavkazliklarning nimasi bor, tarkiblar bor deb qaraladi. Bular bu shu yaqindagi gen tashkilotlardan elib ketgan vaqtda. Ammo bizninkida bu nihoyatda aniq bo'ladi. Hattoki mening o'zimning tekshirib bakkan genimning tekshirishdimi
Mana bu xil amal asosiy o'rinda turdi. Meninkida shaxsan. O'zimnikini qilib bak. Endi Hindu Yevropa millatları degan yoki irqi degan vaqtimizda bizda saklar bilan to'qarlarninki tarkiblari intayin kuchli. Ammo bu tarkiblarninki Sharq Turkistondagi turkiy millatlarning jumladan Uyg'urlarninki irqi tarkiblaridagi nisbatlari o'xshamaydi. Saklarning eng to'plashib o'tiraqashgan rayonlari qadimqidan tartib, ya'ni bu saklarninki degan qadimqi miladdan bir 10 asrdan tartib 2 asrlargacha ham cho'ng rol o'ynaydi deb qaraldi. Bular Xotandan tartib toki Maralush yoki Tumshuqcha, hozir Tumshuq degan yaqcha bular saklarninki muhim faoliyat va davlat haqoqatlarni qurib mangan yerlarini ko'rsatdi. Endi bularning kim bo'ldi degan vaqtda bular shimoldan, hozirgi Germaniya deymiz, Rossiyaninki bir qismi Mushadan ko'chib, janubga ko'chib, buning bir qismi biz bilan kelib, yana bir qismi Hindistonga tushib ketgan. Hindistonning shimolida joylashgan. Shuning uchun Hindistonliklarninki chiroyga qarasak, tipik aqtanliklarninkini ko'ramiz. Masalan, shimoldagi Hindistonliklarninki dekli, yeniq dekli va uning shimoldagilarninki ko'zlari ko'k, chiroy qarroq bo'lsa, lekin burunlari, qoshlari yoki qapoqlarining tuzilishi, mang'iz so'ngaklarining alohidliklari, yuz shakli, nurg'un omillar bor bu yerda. Ko'pincha aqtanlikka kiradi. Shuning uchun ba'zi tarixchilarninki va sotsiologlarning qarashicha Hindistondagi 4 tabiqaninki ashunda 4 tabiqlar eng ustlar Brahmanlarninki bo'lishdagi tubki sabab Brahmanlar shu Hind Yevropadan kelganlar deyildi. Ammo buni Hindistondagilar aşırı irqchilik to'lgan deb qarab shiddatla rad qiladi. O'tirib bizninkida bu xil tarkiblar o'xshamaydi. Shuning uchun hech ajablanarlik emaski, bizningki Kroran guzul tepildi. Xotan masalan. Kroran guzulninki dafn qilishlaridan tortib kiyim-kechaklargacha taqi turqi va chiroygacha hammasi tipik Hind Yevropa irqiga tava bo'ladi. Bu Xitoylarni sarosimaga solgan bir nuqta. Nima uchun sarosimaga soladi degan vaqtda bir necha sabablar bor. Buning birisi nima degan vaqtida Uyg'urlar qilinadigan zulm ehtimol g'arbdagi ba'zi irqchilar uchun aqtanliklar qilingan yoki aqtanliklarninki keyingi avlodlari qilingan zulm bo'lish bilanmi tilga ilinib qolish mumkinligi bo'ladi. Garchi bunda bir mumkinlik biz ko'rmagan bo'lsak-mu, Mushna bir mumkinchilik. Uning ustiga teqidimi muhimi Xitoyninki butkul g'arzi bizni seriqtanliklarga, ya'ni Xitoy bilan o'xshash bir irqqa ishontirish. Seriqtanliklarni men topqinim yo'q. Seriqtanliklar Xitoyning atalg'usi. Bu atalg'iga Xitoylarni kirgizmoqchi bo'lgan men emas, balki Xitoy. Ammo buni mening so'zim emas. Yoki boshqa birimizning so'zi emas, balki bizningki mushu chiroyimizdagi mush paketlar buni rad qiladi. Sharq Turkiston anadagi bu deki xalqlarninki yana bir cho'ng bir tarkibiy qismi proto-turkiy millatlar bo'ladi. To'g'ri. Bular shimolda joylashgan, bularmi Sibiriyaning atroflaridan keladi deb qaraladi. Bularninki endi keyin biz bilamiz, bularning asosiy alohidliklarimi bu yerlik qadimgi tarix madaniyati bilan manbalangan bu nimaga o'xshamaydi hamda Indo-Yevropa millatlaridagi azroq farq qiladi. Uyg'ur madaniyatiningki markazi ana yeri yuriki tarix havzasi. Dunyodagi buyuk madaniyatlarning va kulturlarninki hammasiga bir cho'ng bir daryo homiy bo'ladi yoki hamroh bo'ladi. Daryoni bo'ylab kultur va sivilizasyon yoki madaniyatlar shakllandi. Masalan, Ganik daryosida Hind madaniyati shakllangan bo'lsa, Nil daryosida Misr madaniyati shakllangan bo'lsa, Xitoyninki Xuanxo Changjiangning o'ttirisida qadimgi Xuasha madaniyati shakllangan bo'lsa, qadimda bizningki Turkiy xalqlarninki madaniyati tarixni markaz qilib shu daryolar bo'ldi. Ehtimol u chaqda tarix daryosi hozirgidan G'ol, hozirgidan ulug' bir ana azim daryo bo'lishi mumkin. Hozir turli bu nimaninki havoninki bulg'unishi yo turli shakllarda ashuna bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Demak, biz bu hamda 840-yillari Mong'oliyada qurilgan Orxun Uyg'ur xalqi ichki va tashqi krizisda yemirildi. Buni hammamiz bilamiz tarixda. Shuning bilan bu
proto Türkik bu Uygur kabileleri özlerininki ana yurt deydi. Ana yurtu deyişinin sebebi bu tarım valisi hazır Şarkı Türkistan'ın üzdümü Uygur ve başka kabileler boğan. Bu vakit yerlik indi Avrupa yani Saklani, Toharlani ve başkalarını Soğdilama babiyede Soğdila kadimdeki büyük bir nimeler dep qarıldı. Bular savdogarlar dep medeniyet toşug'ishlar dep qarıldı. Bularning hammini tinchlik yo'llar bilan ularni bir Uyg'ur kulturlash davriga elib kirdi. Bu shunchaki dey buni. Hamda bu necha ming yillik bir jug'urlash, mudhish bir jug'urlash Sharq Turkistondagi bu irqlarninki, xalqlarninki jug'urlashi. Shuning uchunmi Sharq Turkistonda biz irqlarning ve o'xshamagan medeniyetler ve kültürlerinin muzeyxonasi desek mi bo'ladi. Masalan biz qezilmalar bo'lsin, balballar bo'lsin ve başka masalan Qizilming bezaklik ve başka yerdagi tam rasmlari qarasakmi, hammasida bu xil ko'p xil irqlarninki chiroy shakllarini ve ularninkidan kelib chiqqan turli shaxslarni texdami muhimi o'xshamagan qo'lyozmalarni bayqaymiz. Bularda bizningki qadimgi so'g'dicha ya boshqa Indo-Yevropa tillarida yozilgan qo'lyozmalardan tortib toki o'zimizningki Uyg'ur til yozig'ida yozilgan qo'lyozmalargacha bo'libmi turpanda bu bekchiq tepilgan bu. Mushunday bir alaylik bizni hech hayron qoldirmasligi kerak. Hamda oxirgi bir qaytib qo'ydigan yerim Sharq Turkistondagi bu Sharq Turkistonliklarninki madaniyati ulug' bir Hindi, Yevropa, Türklerninki mujassamlangan bir madaniyatiga vakillik qildi. Bular qadimda Ipak yo'llarida muhim rollarni o'ynagan. Ya'ni toki Yevropa, ya'ni Rim imperiyasidan tortib, toki Xitoyninki Chang'an boshqa qatorliq shaharlar bo'lgan butun rayonlarning hammasida mana shu qadimgi bizningki ajdodlarimiz yashagan. Bular aşağıda savdo qilgan, ulug' bir madaniyat almashtirish ishtirok qatnashgan. Ammo Angliyalik tarixchi Arnold Toynbeen'ning bir gapi var. Bu büyük medeniyet bizningki coğrafiyalik bekinmichilik sebepten yoki O'rta Osiyoliklarniki şu O'rta Osiyolik yani bu yer shardagi eng ichki quruqliq. Yani dengizdan yiroq bo'lgan ichki quruqliq bo'lish sifati bilan asta o'zininki yashayotgan joylarininki asriga aylanib qolgan, bekinmilik kuchib qolgan. Bu İpek yolları çölde deniz yolları açılgandan keyin texdimi şiddetli terakki qilgan. Şunun bilan Uyg'urlarninki büyük bir kültürü medeniyeti İpek yolununki xarablashishidan keyin bir xil bekinmichilikka, qashshoqlikqa, chekinishga va qarong'ilikqa patgan. Biz bu yerda shundan hayron qolmaymizki, biz shu vaqtning o'zida Uyg'ur jamiyatida o'rta asr Uyg'ur jamiyatida biz sopilarning ve sopizmninki baş ko'tarib, baş oxiri chiqmay diniy asabiylikninki yamrag'anligini ko'ralaymiz. Bu boshqa bir tema bo'lsa, mana shu bizningki nadiligimiz ve kimligimiz haqida qisqacha deganim mana shuncha bo'lsa. Rahmat. Biz qanday nuqtadan qarashdan qat'iy nazar Jumhur millatlari degan kategoriyaga kirmaymiz. Kimga o'xshab kelsak o'xshab ketaylikki, Xitoylarga qat'iy o'xshamaymiz. Buning isboti bizning qinimizda, bizning genimizda bor. Men o'zim gen o'rgangan bizningki necha 10 ming yillik bütün isbotlar bizning kimga tavalluqimiz genimizdan tekshirishlar chiqadi. Shunga o'zimizga ishonaylikki, biz qat'iy Jumhur millatlar emas. Shunda deb safsat taqtirgan va shunda safsatning oqidan yurganlarga hozir ko'ptir tushunchib qolsin. Biz qat'iy o'xshamaymiz. Bizning Xitoy bilan bir qozonda 1000 yil qaynasaqmi, zinar yo'qmaydigan o'zga kulturimiz bor. Qo'ymisiz kultur to'g'ri so'zildingiz. Kültür bir milletning mevcutligida haqiqatan halqılık amilmi? Kültür halqılık amil bo'ladi. Bu Xitoylar bilan bizningki kültürimizni selishtirsak, qisqacha selishtirayman. Xitoyning kültürü bir xil bekinma kültür. Dehqonchilikni asos qilgan, muqim o'ltiroqlashish shaklidagi bekinmichilikni, pasiflikni va mudofaani asos qilgan bir kültür. Hatta bu özgüçülük şu yerdeki bununki bu ikki daryo orasida qapsalgan başta şu yerdan paydo bo'lgan, keyin shimoldagilarninki va g'arbdagi yat millatlarninki to'xtovsiz kurashlarga
duçarlap turgan, hem özüdümü kiçik bəgliklər oturuşdan nurgulluğan baş ahırsı çıxmaz toqunuşlar bolap turgan, keyin Monqollar və Manjular qatarlıq çoğ milletlərninki müstəmləkəyə düşkən bir millet bu. Özünü başqarış tarixi bək qısqa. Ama muş jarayonda Xitoyning bir alohidaligi o'ziga xos bo'lgan bir katakchilik, ya'ni bir ramkalik bir kultur. Xitoy kulturini ramka kulturi deyishga bo'ldi. Mening qarashim bu. Ramka kulturi deyishimning sababi har vaqt Xitoyning xetidan tortib, toki soqqan sepillargacha, o'ylisidan tortib, toki shaharlargacha, kiygan kiyimlardan tortib, toki kallasi tafakkurgacha hammasi katakchilangan. Bir doira ichida elinganda bular. Bu hem ularninki coğrafiyalik şarait tarafından, hem ularning tarixiy qismatlari ve ularninki o'zgacha kultur tarafından. Şunun bilan bu amillar ularning kulturiga kirib, ular boshqa millatlarga aldirab o'xshab ketmaydigan, o'ziga xos bo'lgan, intayin cho'nqur, joyil ve asan o'zgarmaydigan bir xil qo'g'dirish xarakterli kultur zihniyatini, ramka zihniyatini yetishtirgan bir millat bu. Hamda biz Şərq Türkistanlıqlarga, cümleden Uygurlarga kelsak, bizninki uçuq, Xitoyninki kulturdek yepiq emas, bizninki uçuq kulturga kirimiz. Bunda deyishning sababi biz Ipak yo'liga joylashgan bo'lish sababimizdan, masalan, bizda Izopninki masalalari ig'izdan ig'izga ko'chib yurgan. Masalan, Izopninki eng mashhur masala birsi nim bilan qo'y vaqidi-ku, qo'y vaqib o'ri keldi deb 3 qitim. Bu bizning emas. Bu Geriklidan kelgan. Bu bizga ig'izga ko'chib kelgan. Anandan keyin bizningki jumladan shu bizning milliy tibobatimizningki eng asosli nazariy asosi Geriklarninki. To'g'ri. Gerçi ba'zi Geriklarninki emas bu yo Hindistonda u bu deydi, ammo Geriklar buni mukammal bir shaklga kirgizgan. Gerik falsafasida bu nuqtada deyiladi. Gerikninki meditsinasimi bu nuqtada deyildi. Gerçi bizninkidek o kadar özgür şekilde değilmesi o. Mesela bizdeki tört tadı karşı hangisi gelgen sığa katarlıklarda. Demek biz kigimizden Avrupa'nınki bir xene bizde boğanlığımız üçünmü ki bizde kültürel cihetten bir yakınlık var. Bu biz Xitoynikini qabul qilsak ham bo'ladi, boshqa millatnikini qabul qilsak ham bo'ladi. Ya'ni bizninkida ahil uçuqluq bor. Ya'ni nimaga Yevropaning kulturininki bo'shki Grek kulturi. Shuning uchun bu Yusuf Xosajevninki Qutatqi birligida na Xitoyning, na Hindistonning, na boshqa yerning emas, dal Aflatonning fikrlarininki cho'nqur ta'sirini ko'ramiz. Nimedimi ba? Nimedimi ba? Farabi'dim shunda chiqdi. Agar O'rta Osiyodagi mutafakkirlarni sanasak, Farabimi qo'yiq Grek falsafasiniki ta'siriga uchirgan. Farabi bu. Bu Farabininki nimanikidimi cho'nqur ba'zi yerlarda Yusuf Xosajevnikidimi cho'nqur bo'ldi. Gar Yusuf Xosajev uni amaliyotda Qutatqi birlik bizninki Turku, Hindu, Yevropan zihniyati ve tefekkürünün en büyük birleşişi oldu ameliyatda. Bu kadar çok derecede qarash kerak buningda. Anandan keyin bizninki kültürümüzdeki yana bir cho'ng bir aloyidilik bizninkida sig'dirishchanlik va o'zimizni yo'qotmay turib, qabul qilgandan amini yug'urib minishdak bir aloyidiligimiz bor. Xitoyninkida chu degan vaqtda ko'pincha hollarda o'zininkini tanidi, ammo boshqalarnikini qabul qilmaydi. Bizdan tubdan farq qilmagan yeri shu. Cahil ve nimi keledi. Çetkişen keledi. Bizning degan vaqtda singdirishchan kelamiz. Bizning kulturumuzda nurg'unlagan, chunki bizning asosimizdan nurg'unlagan xalqlar va irqlarninki tarkiblari bo'lganligi uchun buning o'zila bizdagi g'oyat zo'r singdirishchanlikni ko'rsatdi. Shuning uchunmi ham shu narsa bizni hech zamon hayron qoldirmaslik kerakki, biz dunyodagi cho'ng dillarning hammasiga e'tiqod qilib boqqan. Ben icabiylik mi demeyemem, nimelik mi, selbilik mi demeyemem. Çünkü bizning yaratılışımız, bizninki qenimiz, bizninki kültürümüzün yıldızları aşında qıl yıldızlarını tarkib topganlik uchun biz nəhayətdə uçuqluq bilan nurg'unlagan dillarni, kultural muvaffaqiyatlarni qabul qilgan. Anandan keyin yana bir cho'ng yeri bu, eğer biz bir
tarım medeniyeti bolsak, medeniyet bilen kültürünün farkı var. Kültür degan azroq ma'lum bir rayonga, ma'lum bir xalqlarninki moddiy, ma'naviy ishonchlari, ularninki harakatlari, murosimlari va boshqa turli qadriyatlarni ko'rsatsangiz, bu medeniyet deganimiz yomon cho'ng bir davrda olamshumul yuz bergan ma'lum bir xil kulturlarninki o'zaro qo'shilishdan barliq kelgan bir xil umumiy bir xil mafkurini, bir xil ilmiy bir xil havoni va uzoq so'zilgan bir xil ta'sirlarni ko'rsatdi. Tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa ta'sirlarni ko'rsatamiz. Hamda bizningki madaniyatimizningki eng chong aloyidliklarining birisi, biz xristianlarga ko'pincha hollarda intayin xristianlarga taqobil turgan va xristianlardan olqib chiqib o'zimizningki nimasini yaratgan, o'zgacha bir xillikqa hokimiyat shaklini, fikr qilish yo'limizni va boshqa shaklini yaratgan. Endi Xitoylarniki kelsak, Xitoylarniki masalan u bir madaniyat bo'lgan vaqtida buningda butunlay dushmanlik to'lgan bir muhitning barliqqa kelgan bir xil intayin suiqasdga bog'langan va uning ustiga qurilgan bir xil o'zini qo'g'dash mantiqisi va falsafasi intan muhim o'rin turdi. Chunki Xitoy ichak qachanmaydi. Bir-birisiga yushish kerak. Biz qacha olmaymiz. Gerçi Uyg'urlar qacha olgan bilan ma nimadiki teklimakandagi tigi-tigidan bo'lgan bu Indo Yevropaliklar aşağıda yerlik ular ichak qaçmaşayda turdi. Bu jihatda Xitoy azroq o'xshab ketdi. Ammo bizdan Xitoydan o'xshamaydigan bir yerimiz, bizningki toki yaqinqi bo'lgan hayotimizda, toki masalan desak, xili yillarcha bizda g'oyat zo'r urushlar bo'lmagan. Sharq Turkistonning ichida. Turkistonning ichida g'oyat zo'r Xitoynikidek urushlar bo'lmagan. Bizda bir xil uzoq so'zilgan bir osoyishlik. Masalan biz buni Kuchadagi uzun so'zilgan buddizmninki taraqqiyotidan, ming yillar so'zilgan Turpandagi buddizmning taraqqiyotidan buni ko'ra olamiz. Qashqay va Xotandan shunda cho'ng bir ishlar bo'lib ketmagan. Ammo Xitoyda bo'lgan bo'lsa degan vaqtda begliklar o'tirisidagi oldidagi 7 beglik, keyingi 3 beglik va qatorliq keyin sulolalar qurildi. Chin sulolasi, Xan sulolasi qatorliqlar qurilib bo'lgan hammasida bir xil dushmanlik, suiqasd bo'lgan. Nima uchun degan vaqtda bu yerda bir-birisiga bo'lgan kirish, bir-birisiga taqobil turishimiz borda. Shuning uchunmi Xitoyninki siyosat falsafasiningki jumladan o'zini qo'g'dash ustiga qurilgan suiqasdlarni ayanmay ishlatishni targ'ib qiladigan bu falsafasi mana shu sababdan barliqqa kelgan. Biznikida jo'q degan vaqtda bir xil humanistik, insonparvarlik bo'lgan bir xil falsafa va hayot mezoni bizningki Sharq Turkiston va uningdagi butkul shu O'rta Osiyodagi xalqlarning hayotida muhim o'rin turdi. Buning yana bir sababi bizdagi o'xshamagan dillarning va bu dillarning bizga ilib kelgan turli shakldagi axloqiy qarashlari va mezonlarninki bizning ichimizga singib ketishini ko'rsatdi. Endi gapimni yig'sam, kultur haqiqatan bir millatninki hayotida intan muhim o'rin turdi. Sharq Turkistonning kulturi ko'p xil kulturlarninki, madaniyatlarninki o'zaro yig'ilishdan barliq kelgan bir xil o'zgacha kultur. Bu kulturdan biz nuqalardagi bizningki jug'rofiylik aloyidliklarimiz, bizning tamoqlarimiz u bo'ldi emas, bizningki kallamiz, zehniyatimizning eng cho'nqur qatlamlaridagi bir xil erkinlik ideyasini, bizdagi o'zi xo'ja bo'lish ideyasini, bizdagi g'urur tuyg'usini his qilamiz. Bu g'ururning tegi yomon cho'nqur yerdan keladi. Masalan, bunda deyishimning sababi bizdagi masalan biz ba'zi vaqtlarda ba'zida bu ajoyib bir ish bo'ldi. Bu ma'liq nima bir kitob yozgan vaqtida bu Turpandagi Uyg'ur millatchiligi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur millatchiligi to'g'risida bir kitob, Justin Rudolsonning bir kitobida kitob yozib kelib, Uyg'urlarningki g'arbga bo'lgan jumladan Germaniyaga bo'lgan bir hissiyotidan hayron qoladi-da bu. Amaliyotda bu yerdagi gap u hayron qilish nimasi emas, Hindistonning musiqalariga bo'lgan qiziqishdimi? Keyidan bir qon ayada tatiyotgan gap bu yerda. Bizning kontrolligimizdagi nima emas. Garchi biz ba'zi Xitoyningki changchilisi, o naqshalariga azroq qiziqib boqqan bo'lsakmi, hayotimizda hozir qilgan majburiy qiziqtirilyapti.
O kemmeydi o. Tansımı kemmeye taşlar. Tankında iş oldu bu. Genimiz tanlaydı onu. Bizim genimiz tanlaydı. Onu bizdenki kontrolümüz. Demek bizden kültürümüz mana şundaq ta ki g'arbdan tatib ta ki sharqcha, shimoldan tatib ta ki janubgacha barliq kelgan insoniyatning ehtimol barliq kültürel muvaffaqiyatlarning hammasini o'ziga mujassamlagan bir kultur deyishga bo'ladi. Bunda bir rangarang, o'zi mujassamlashgan, ichib bitilgan bunda bir kultur har bir Sharq Turkistonlikninki jumladan Uyg'urlarninki faxrlanishga haqqi bor. O'zimizning kulturni tuvanlashtiradigan yoki uningdan seskinadigan hech bir yo'limiz yo'q. Bu kultur bek ulug' kultur, buni yildiz bek cho'nqur, necha ming yilga so'ziladigan kultur. Shuning uchunmi biz Xitoy bilan tirkashib birma-bir kelgan vaqtimizda Xitoy bizni yengolmaydiganligi ko'z yetgandan keyin qurol kuch ishlatib, zo'ravonlik qilib, inson qalbidan chiqqan shakllarni biz yo'qotmoqchi bo'ldi. Bo'lmasa kulturda biz yo'qotib bo'lmaydi. Xitoydagi hamma millat yo'qolib ketdiki, Tibet bilan biz qoldik oxirisida. Nima uchun? Bu yerda g'oyat zo'r bir kultural kapital bor. Kultural siyosiy kapital bor. Bu kapital deganimiz bizdagi bir nima? Kultural kapitalni og'zaki tilda desak, yomon cho'nqur bir nima bor bizda. Kultural bir boylik bor bizda. To'g'ri. Cho'nqur yerda oqadigan bir manba bor bu yerda. Buni oldirab, zo'ravonlik bilan yoki bizni o'zimizga o'chkirishga tarbiyalash bilan yoki bizni o'ltirishdan tugatib bo'lmaydi. Bu kulturni o'ltirib tugatib bo'lmaydi. Agar bizni saqlasak, bizni bu kulturimizga chin yepishsak, bu kulturni hech kim yo'qotmaydi. Mening gapim tugadi. Rahmat. Buni bek cho'nqur nuqtadan deb berdingiz. Buningki hozir deganlaringiz oxirgi savolda o'ziningki ma'nosini topdi deb o'ylayman. Endi tarix masalasiga keldik. Bizningki hammamiz talash tartish qiladigan yatlar bizning dinimizga yezishga tirishib kelayotgan tariximiz bor. Qo'ymisiz dedingiz. Sizning tariximizni chuqur o'zimiz yezishimiz kerak va chuqur tarix yezishimiz kerak degan bir gapingiz bor. Siz nima shunday deysiz? Bununla bir misal alayman. Bu 2016-yılғы deyman, Parijda 15-16 esimde qolmabdi. Parijda Uyg'ur jamiyati tarixi va kulturi temasida bir seriyalik yurishlik bir yig'inninki bir qismi o'tkazildi. Rusel Parijda. Shu yerda men 3-4 shu Sharq Turkiston tarixi va kultur haqidagi ko'zi ko'ringan mutaxassislarga azroq saqlin taraf soldim. Ba'zi qarashlarga mening nazarimdagi cho'ltuluqlarni va xatoliklarni yoki bizningki nimamizni burmilib o'tganlik haqida dedim. 3-4ga. Uningda qiziqarli edi, Rossiyadan kelgan mutaxassislar ko'pdi. Ular asosan 1945dan u nersiga o'tmadi ular. Uning tövünni tadqiq qilib shuni deb turib oldi. Uning jiq tishim patmadi, chunki Rossiyani tadqiqotida hamda u boshqa bir tadqiqotga ular baktar doirada cho'nqib yo'q. Hamda shuni men shunda jiq saqal taraf ketsam, bir Uyg'ur qiz shu yig'indan keyin menga dedi, "Aka, siz nimanchilar bularning tishini qirishtirsiz" dedi-ku. Men dedim, men bu orqali bilimdonligimni ko'z qilmoqchi emas. Agar bunda tushunilsa, yomon uvol bo'ladi menga. Ammo men shunday bir narsaga ishondimki, biz tarixdan beri obyekt bo'ldik. Tadqiqot obyekti. Boshqa ajnabiylar tadqiq qiluvchi subyekt bo'ldi. Endi biz buni o'zgartib, o'zimizning tarixini obyekt, o'zimizni shu tarixni kuzatadigan, xulos chiqaradigan va uni yozadigan subyekt bo'lmasak bo'lmaydi dedim. Chunki bunda deyishimning sababi azroq deb o'tib ketdim. Biz tariximiz, biz echinishliqi, bizning tariximiz o'rgatilgan tarix. Bizning tariximiz o'zgartirilib, Xitoyning o'zining manfaatiga xizmat qildirilish uchun yaratilgan bir xil tarix. Bizning tariximiz mahkumlashtirilgan bir tarix. Yig'ib aytganda bizning tariximiz istilo qilingan millatning istilo qilingan tarixi. Bizningki hurligimiz, erkinligimiz, mustaqilligimiz boshqalarningki bizni so'lg'an shu tarixidan qutulib chiqishdan boshlanish kerak. Ya'ni biz
özümüzningki tarixini özümüz yezip, özümüzni özümüz şu yerda bilishimiz kerakki, hech zaman boshqalarningki bizga yezib bergan tarixining ichida shu yerda asrga aylanmasligimiz kerak. Hamda bu nimada Xitoyningki bilimiz ta qadimdan tatib o'tganim azroq deb o'tib ketdim. Bu to'g'risida jiq takrorlamay, Xitoy uchun tarix intayin muhim o'rin turdi. Xitoy uchun tarix siyosat uchun, xalqlar uchun, podsholar uchun, jumladan davlatning manfaati uchun xizmat qiladi. Bu Xitoylarningki tarixdan beri tarixni siyosiylashtirish orqali o'zininki siyosiy maqsadini ishga oshirganligini bildirdi. Xitoyningki tarixi emas, Xitoyning har bir so'zidimi boshqalarni atash, ma'lum bir rayonni, xalqlarni, joylarni, hammani atashning hammasida bir irqiy, bir xam qarniyat va siyosiy bir qarniyat yoshiringan bo'ldi. Xitoyning hech qaysi bir ishda tasodifiylik yoki bu yerda bir xil nimelik yo'q, soddilik yo'q. Hammasini maqsad uchun qiladi. Mushundaq bir qo'rqinchlik, yolg'onchi bir millatning ostiga mustamlikasi tushgandek bizdek bir millatning oldi bilan qilmoqchi bo'lganimiz tarix Xitoy yezib bergan tarixdan qutulish, uni rad qilish, o'zimizning tarixini o'zimiz yezish. Hamda biz uchun hamda masalan Qaskini Twitterga yozib qo'ydim. Tursunjon Ezim deydigan bizning bir tarixchimizni Xitoylik avval bir kesib olib, hamda yaqinda yana muddatsiz kesibdi. Yazgınımda deganimdek tarix ilmi yoki tarix yezish Uyg'urlarningki qiladigan xizmatlarning ichidagi eng qo'rqinchli, badali eng og'ir xizmatlarning birisi. Anadekin yozg'ichilik. Bunda deyishimning sababi tarix yazsak, o'zimiznikicha yazsak, Xitoyningki mustamlik sharoitida beshimizdan ketamiz. Amdikiga chet eldagilarninki o'zimizningki tarixiga qaytadan nazar silib, o'zimizning tarixini haqiqati bo'yicha, o'zimizning maqsadi bo'yicha, o'zimizning manfaatidan chiqish qilgan asosda, shuning bilan bir vaqtda o'zimizningki kelgusi uchun bizning avlodlarimizningki o'zining tarixini bilishi va uningdan faxrlanish uchun yozmasak bo'lmaydi. Albatta, tariximizning hamma qismi faxrlanarlik emas. Nurg'unlagan yirginishli qismlarimiz bor. Nurg'unlagan masalan bizdagi satqinlikqa to'lgan tarixlarimiz bor. Bo'lapmi Abba Xo'jadan boshlangan satqinlikni sanab tugatgili bo'lmaydi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, tarix yana bir jihatda aytib aynak bo'lish sifati bilan bizga satqinlikning nimadan derak beradiganligini va uningki bir millatningki hayoti va uningki kelgusi uchun qanchalik darajada buzg'unchilik elib keldiganligini tanishtirsak bo'lmaydi. Abba Xo'janing qilgan buzg'unchiligini 500 yildan tozalab bo'lolmadik. Chunki u satqinlikda Uyg'urlarning ruhiyati sopizmdan iborat bularning maqsad uchun xizmat qildirilgan, burmalangan bir maslak yoki bid'at maslak silinib, Uyg'urlar bular o'zlarini Muhammad alayhissalomningki avlodlari deb Uyg'urlar bularga qarshi turolmay, tunji qitimliq kollektiv necha asrga so'zilgan qulluqni boshdan kechirdi. Bu qulluq Abba Xo'ja davridan tortib boshlandi bu. Uyg'urlarning ro'yi qulluqqa tushishi. Demak, gapimga qaytib kelsam, bizning tariximizda yorqin taraflar intayin ko'p, boshqa nurg'un millatlarnikiga o'xshash, bu bir xil bir insonning hayotiga o'xshaydi. Nəhayət addiylashtirsak, yorqin taraflarimiz bor. Nəhayət nomusliq, hatto o'zimiz o'ylashdan uyuladigan, hatto o'zimizdan yoshiradigan taraflarimiz bor. Xuddi bir odamnikiga o'xshash. Hamma millatning bunda bir tarixi bo'ladi. Hech qaysi millatning hamma tarixi uning chiqqan hamma odam suyumlik, qadrli qahramon bo'lib ketmaydi. Nurg'unlagan nakas, iblisona odamlarim bor. Ammo biz bularning hammani intayin sovuqqonlik bilan tarixiy bir nuqtadan yezib chiqmasak bo'lmaydi. Hamda yana bir nuqta bor men deydiganda, tarix yozgan vaqtimizda mening ichim siqildigan bir tarix jilnomalarningki dövüsi. Manjinchi yil andavol emas. Yaman cho'ng bir buyuk bir pallaga chiqib turib, bizningki Sharq Turkistonning tarixini nurg'unlagan kulturlarning abadiyligidek munosabatlashishidan Uyg'urlarningki vujudidagi bir millatning vujudidagi
Muşu taraqqiyot jarayonlari qandaq bir inkaslarning bo'lganligi, liderlarning qandaq o'ylaganligi, nemish qandaq o'ylaganliklar qatorqicha yomon cho'ng voqelikni buzib o'tib, tarix sharoitini buzib turib, cho'ng bir jihatdan chiqib turib, bu yerda bir nimani bayqash kerak. Birliqi andizini bayqash kerak. Masalan, qaysi kuni shu Arnold Toynbeen'ninki bir nimesini o'qisam, bir nuqtan debdi. G'arbninki kültürdeki en asaslık bir ruh deydi. G'arbni hozirgacha yo'q. Nimaninki Oswaldninki Germaniya filosof va tarixchi Oswaldninki gapida debdi. Faustcha Goethe'ning Faust degan asar bor ya. Faustcha ruh bu deydi. Bir ruhni bütün G'arbninki tevekkulchilik to'lgan, yenilik yaratadigan, o'zini har vaqt mükemmelleştirişidigan Faustçı ruh var debdi. Bizmi tariximizda bunda bir ruhni topmasak bo'lmaydi. Bizni tarixdan bir tutib kelgan, bizni shu qadar kengriz bo'lgan ziminda bizni aynatgan, bizni cho'nqir yildiz tortishga rag'batlantirgan ham gullantirgan ruh nima? Butkul Sharq Turkistonliklarning jumladan Uyg'urlar bir ruh bor bu yerda. Oğuzxonning ro'yi bo'lishi mumkin. Tumarisning ro'yi bo'lishi mumkin yoki boshqa birisining ro'yi bo'lishi mumkin bu yerda. Bu ruh bizni necha ming yillar tutib keldi. Tarix bunday narsalarni yozmoqi va nimasi buni qazmoqi lozim. Bizga tariximizdan keladigan, tariximizni yig'inchoqlagan bir milliy ruh kerak. Bu tarixchilarimizning qo'lidan keladi bu. Xuddi Oswald G'arbninki Grek'ten başlangan 3000 yıllık tarixini Faust'un ro'yi bilan mujassamlagan bo'lsa, bizning necha ming yillik ro'yimiz ehtimol Oğuzxonning ro'yidan yoki boshqa birisining ro'yidan mujassamlangan bo'lish kerak va shunday bo'lgan vaqtida biz hozirgi ruhsizlikni, tushkunlikni, taslimchilikni buni yo'qotalaymiz, uning boshqa chiqara olamiz. Bu ruhni yo'qotsak bo'lmaydi. Bu ruh bizga 49 dan keyin mustamlikaga yetilgan emas. Bizga necha ming yilda amroh bir ruh bor. Bu ruhni juttirbatdik ma'lum jihatdan. Bu ruhni topmasak bo'lmaydi. Buni tarixlarimizdan topamiz. Ulug' bo'g'ullarimizninki o'gitlaridan topamiz. Ularning ro'yitidan topamiz. Ularninki asarlaridan va ularninki amaliyatlaridan topamiz. Buning uchun biz tarixni Rahmat. Endi bizniki Aqtash kitobimizda siz boy degan Sharq Turkistonning xalqiy kulturi va tarixi degan 3 nuqta nihoyatda inchkilik bilan yozilgan. Ko'rganlarniki buni o'qib ko'rishini umid qilamiz. Lekin tarix uning bilan tugamaydi. Xuddi men Tungala afandim degandek, uni cho'nqur qazish kerak, uningdagi ruhni tepib chiqish kerak. Bo'lmasa bizdagi ruhsizlik bizni yo'qotadi. Bu bizning genimizda bor, uni qazib chiqsaq ham bo'ladi. Endi keldik Mollazodaga degandek, hozirgi vaziyat to'g'riliq. Xitoyninki DeepSeek degan sun'iy aql api to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz, endi bu Xitoyning DeepSeek degan sun'iy api cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'atdi. Amerikada cho'ng bir masaladan barliq keltirdi. Sizningcha Xitoyning bundaq sharmandachiligi keyin Amerikaninki burniga suv kirgizadimi? Bu qatimdaq ishdan keyin Amerika aqlga erishadi. Ya'ni siz o'zingiz dedingiz, Xitoylar nihoyat yiligar. To'lim yiligar xalq deb. Bu yiligarlik yana davomli butun dunyoni aldashga yetadimi yoki qanday qiladi? Hamda DeepSeek, ya'ni teran izlash, cho'nqir izlash degan gap bo'ladi. Bu ham bir yerda hozir moda bo'layotibdi-da bu gaplar. Twitterni qoplab ketibdi. Bunda to'g'risida uningga hayron qolmadim. Chunki bunda bo'lishining sababi u jiq to'xtalib ketmay bu yerda DeepSeekninki Xitoydagi Zhejiang Hangzhou'dagi bir shirkatninki bir tarafidan o'tirib qo'yilgan aqliy sun'iy aqlliq savollarga javob beradigan bir xil sistema. Bu beriladigan javoblar deki to'g'riliq o'tirib tursin, ham uningki siyosiy jihatdagi Xitoyninki kontrollik senzor asos ekanligi aniq bo'ldi. Uni nurg'a odam masalan Tiananmen voqeasini yo Uyg'ur qatliamini yo men bir necha Uyg'ur qatlam qilganligini menga dedi, uni qatorliqni qilsa javob berolmadi. U shunda bo'ladi. Shunda Xitoy uningsiz uni dunyoga ichib etmaydi. Hamda bu bir kelgusi hamda hozirgi cho'ng bir talash tortish bo'layotgan ham keskin menayotgan bir
bir saha bu, ya'ni bu sun'iy aql sohasi. Bunda deyishimning sababi sun'iy aql shu to'rlardagi necha milliardlagan uchurlarning ichidagi ma'lum bir nimani tepib, endizini pattern deymiz-ku inglizcha. Pattern deb shuni qarab turib o'zi javobni hozirlaydi. Uchurlar qancha ko'p bo'lsa, bu sun'iy aqlninki bu javoblarni sintezlash va shu orqali ulardan eng yaxshisini tepib chiqib, uni bir ramka saptirib, aqliy ramka saptirib o'tirg'i chiqara olsa, bu shuncha unumli bo'lgan bo'ladi deyiladi. Endi bunda bo'lgan vaqtda buni men o'tgan yillik bir nimani sun'iy aql to'g'risida degan nimam deb bo'lgan, buni takrorlamay, bu moyatda insonlarningki aqlga ega ekanligidan iborat xontajilik o'rniga kainat xontajilik o'rniga cho'nqir xirsat kiradi. Insonlar aqlliq bo'lmaydi buningdan keyin. Bu mashinalarni taraqqiy qilishga ergishib, ularning biladigan narsasi bag'ansiri ko'paydi. Texniki muhimi ular bu uchurlarni, mavjud uchurlarni qanday qilib turlarga ayirish va ularni qanday qilib ügünüp yangi uchurlarni, yangi deganimga azroq buni men qo'shtirnoq chiqaraman, yangi uchurlarni ishlab chiqish, barliq keltirish, bu ijodiylik kirdi. Bu insonlarning xarakterida mashinalarga to'liq o'zlashtirib bo'lolmadi buni. İnsanlar yo'q yerdan yangi ideyalarni chiqara oladi. Mashina yo'q nimani chiqara olmaydi. Chunki mashina mavjud uchurlarga tayin bo'lib, sun'iy aqlni. İnsanning aqlini kelgusida ig'ir xirsitish keltirish mumkin. Shuning bilan bir vaqtda agar bunday bir narsa chiqib qolsa, kelgusida uchurda kelgusidagi uchur urushi bo'lishi mumkin. Ba'zi harbiy nimadan boshqa, iqtisodiy urushdan boshqa kelgusidagi uchur urush. Uning ustiga uchurning o'zi hozir pul degan, boylik degan. Hatto bu qo'limizdagi pulning cho'ng nimasi yo'q, qimmati yo'q. Qimmati bor narsa uchur uradi. Shuning uchunmi mayli Facebook bo'lsin, mayli Google bo'lsin, hammasininki pul topishga tayinlayotgani uchur to'plash va uchur setish. Bizning hamma uchurlarimiz nurg'ulg'an davlatlarga va istixborot bo'larga setiladi. Hatto ba'zi setish korxonalari setiladi. Nima uchun degan vaqtida, masalan, men nima kelay DeepSeek'ga. DeepSeek nima dedi degan vaqt, bu boshqalar nima dedi, buni tushunmanglar, bunda Xitoyning virusi bo'lishi mumkin. Bu Xitoyning virusi kompyuterning ichidagi hamma narsani o'g'irlab Xitoyga nima qilib berish mumkin deb. Bumi ehtimol bo'lishi mumkin. Bu bo'lmasimi Google qiladi buni. Bizningki nimani izlaganligimiz, masalan, qaysi do'konlarga kirib, nimalarni ko'rganligimizdan hammasini uchun to'plab biz haqida bizga qanday kiyimlarning lozimligi, bizning qanday kiyimlarni tanlaydiganligimiz haqida bizga bir arxiv tug'iza oladi hozir Google. U biz o'ylab o'zimiz qiyos qilolmagan bir nima. Endi siyosiy ahamiyatli Trump yaqinda ushbu shirkatninki bosh liderlarininki qo'shilishi bilan 500 milliardlik Amerikaninki sun'iy aql tadqiqotini ilgari surish haqidagi bir loyihani o'ttirib qo'ydi, planni o'ttirib qo'ydi. Endi Xitoy bu DeepSeek'ni o'ttirib qo'yishi Trumpninki ani o'ttirib qo'ygan vaqti bilan asosan parallel keldi. Endi bu chataqiri hozir ChatGPT deydigan bir sun'iy aqlliq bir nimba hozir. ChatGPT buni asosan bot deymiz, buni savol so'raydigan ko'zlak. Savolni so'rsak, uningga ular javob berdi. Masalan, maqola yozib ma'lum bir narsa to'g'risida desa, mukammal bir maqola chiqadi hozir. Kapitalizm, Uyg'urlar to'g'risida, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida qatorliqlarga hozir mashina odamdan yaxshiroq shaklda bir nima yozib beradi hozir. Men shuning uchun qo'rqinchli tarafi bu dedim. Insonlarning kelgusida aqlni nima bekor qilib qolma, insonning nurg'un xizmatlarini bekor qiladi kelgusida. ChatGPT'ga ketgan pul, bu nimaninki Facebook'ning shunday bir sun'iy aqlliq nimasi ketgan milliard dollar bo'lsa, Xitoyning bu shirkatininki DeepSeek'ni qilgan bu shirkatininki qaysiga pul 6 million dollarmish. Bu savol belgisi narsa bu. Ikkinchisi, tunigandan yozi Trump bu Amerikaninki Xitoy uzak haqida, ya'ni Amerikaninki yuqori texnikalik uzaklarni Xitoyga eksport qilishni cheklagan bir qonun bor-ku. Erişenmeydi. Ama hozir Trump bunu qandalab bunga erishdi deb buni Singapur orqali Singapurdan o'tdimi yo bu deb Singapurni tekshiryapti hozir. Agar Singapurdan chiqib qolsa, Trump Singapurni jazolashi mumkin. Ondan uchinchisi, DeepSeek'niki ishlatgan uchurlarninki hammasi Amerika, ya'ni g'arblik uchurlar bu. Xitoyning bir bundaq bir
sunniy aqlliq bunda bir nimasi sistemasi hech zaman g'arbninki tayyor uchullaridan foydalanmay turib bunda javobni hozirlayolmaydi. Doğru. Mumkin emas. Hamda bütün g'arbni zilzil silib yeri buningki ham a'zonligi ham buningki hozirgi mavjud g'arbdagi Amerikadagi ChatGPT'lardan buningki unumliligi bu hayron qoldirdi. Ilgari g'arbdagi qarashda bunaqa necha milliard dollar ketadigan, ya'ni Facebook 8 yil buni tadqiq qilgan, hozirgi Sam Altman'ninki shirkati milliardlab dollar tadqiq qilgan bir nim bo'lishi mumkin deb anda o'ylaydi. Hozir buni bu qadar azam tutishi va buni bu qadar qulaylik va bulardanmi isbat jihatda, iqtidor jihatda yuqoriroq bo'lishi g'arbni haqiqatan cho'chitdi. Ammo yana bir qism g'arbliklar Xitoyga bo'lgan erishmanlik sababdan ajoyib Xitoy kelgusida Xitoy hamini qo'lga oladi, Xitoyniki davrul degandek mandaq bir xil Xitoyga cho'qinishimiz o'tirib qo'yadi. Hamda bu ma'lum jihatdan elib o'tgan vaqtda Amerika uchun yaxshi bo'ldi deb qarayman. Bunda deyishimning sababi Trump qattiq cho'chidi buningdan. Trumpninki yangi bir hukumat kabinetidagilarni qattiq cho'chish kerak buningdan. Bunda bo'lishining sababi buningdagi qanchilgan texnikalarniki garchi uningki buni nim qilgan Xitoy, buni yasagan Xitoy va uning shirkatlarning ko'p qismi yoshlar bo'lsa-mu, bu yoshlarninki Xitoyninki ikkinchi avlod yangilik yaratquchi bir simasini bizga berdi. Xitoyning ikkinchi avlod yangilik yaratquchilari birinchi avlod yangilik yaratquchilariga o'xshash hammani g'arbdan nim qildigan, kutadigan va g'arbning texnikalarini o'g'irlab yoki uni o'rganib turib qildigan emas, bular o'zidagi bor imkonlardan foydalanib turib buni ishlab chiqarishga boshlagan. Hamda bu yana cho'ng jihatga elib o'tgan vaqtda Xitoyninki bu qitimliq Amerikaninki bu uzak haqidagi uzakni cheklash buyrug'idan keyin Xitoyning o'zligidan o'zini qutqizish va bu sohada o'zininki mustaqil ish qilishga majburlanganligining bir mahsuli bu yerda. Agar shunda bo'lsa, Amerika buningdan texim cho'chish kerak. Masalan, bu yerda bir gap bor ekan Xitoyning orasida deydigan. Trumpni Xitoylar Tranjango to'ngri deydi ekan. Ba'zi Xitoylar. Bu degan gap davlat yurguvchi yo'ldosh degan gap. Buningki masxirlik ma'nosi Trump Xitoylarningki o'zining davlatini qaytadan qurishiga yordam bergan prezident. Ya'ni bu Xitoylarga besim tushirib, Xitoylarningki g'arbga tayinishni azaytib, o'ziga tayinishni keltirib chiqargan bu jihatdan rahmat aytishga tegishli yo'ldosh degan gapni bildirdi ekan bu. Bu naninki DeepSeek'ninki qilayotganimi dal ana shu cho'ng jihatdan Xitoyninki o'ziga tayinish ideyasining barliq kelishi bu g'arbni cho'chitdi. Ya'ni bunda deganning o'zi Amerikaninki buningki uzak haqidagi barliq cheklamalari qog'i kelmasligi mumkin. Hattoki ta'tirda agar Amerika uyg'onmasa, Xitoydan uzak import qilgan olib chiqib qilishi mumkin. Uning ustiga Baydenning davrida bu sohadagi tadqiqotlarga yetarli ahamiyat berilmagan. 4 yil jarayonida pullarning necha milliard dollar Ukrainaga baxshiyaga berilgan. Ammo Amerikaning o'zininki wool sohadagi wool sunniy aql haqidagi, quantum kompyuter haqidagi va boshqa darajadan tashqari texnikalar Amerikada ma'lum bizlarga oqsab qolgan. Xitoy buni davomlashtirib turgan. Hatto Xitoy sunniy aqlni o'zininki strategiyadagi oldingi tadqiqot turiga kirgizdi hozir. Demak, bu nim degani bildiradigan vaqtda Xitoy sunniy aql orqali Amerikani mag'lub qilish, g'arbni mag'lub qilish, dunyoga xo'ja bo'lish, oxirgi dunyo xo'ja bo'lishdan iborat bu tushni ko'ryapti. Buni Trump emas, har qanday bir normal bir aql odami bilalaydi buni. Shunga bu qitim g'oyat zo'r bir uyg'unish bir signali chilindi Amerika uchun. Menimcha Trumpninki bu yangidan chiqqan Trumpning o'zi va boshqalar bunga jiddiy saga qaraydi. Hali 500 milliard dollarni qaytadan o'ylashdi bular. Chunki endi u 500 milliardni ketmaydiganlik aniq bo'ldi. Ammo bu qitim bandaq urushda oqida qolsa yoki mag'lub bo'lsa Amerika ikkinchi beshini ko'tarolmaydi. Uni biladi Amerika. Shuning uchun bu jihatdan biz sunniy aqlni cho'rdigan holda yuqori darajadan tashqari yuqori texnikalarningki bir musobaqasini ko'ramiz Amerika bilan.
gerçi bu bizningki avvaliga ikkinchi sovuq munosabatlar urushdagi yadro qurollarini yasashdan iborat musobaqa o'xshamasimi, ammo bu narsa yadro qurollariga va boshqa harbiy sohalarga ishlatilib qolib qolsa, uning unumi intan qo'rqinchli bo'ldi. Buning ilqi tadbiqchanligi nihoyat zo'r. Unda bo'lgan vaqtida agar bu sun'iy aqlni uqtirib qo'ysa, boshqa nurg'un sohalarda jumladan harbiy sohasini uqtirib qo'ydi Amerika. Shu sababdan menimcha Amerikaningki qattiq kuchaydigan bir vaqt keldi, ham kuchaydi deb qarayman. Shuning bilan bu jihatda biz oldimizda cho'ng bir dramaga shohid bo'lamiz. Bu drama endi boshlandi. Gapim tugadi. Rahmat. Bu dastlabda bu uchur chiqqan vaqtda haqiqatan siz degandek Xitoylar o'ziga tayinib qilganmi deb qattiq hayron qolgan va Amerikaningki Nvidia'ningki paychik 17% tushib ketgan. Ammo ikkinchi kundan boshlab tekshirish orqali ko'rdiki, bu Xitoylarning degandek u azam pulga chiqqan emas, aksincha davlat butun kuchi bilan buni qo'llagan va buni Singapur orqali akirgan degan bir xulosa keldi. Agar Singapur orqali akirgan bo'lsa, buni ishlig'ichisi Tayvanda, Tayjidan deb Xitoycha deydigan. Buningki o texnikasi Amerikada. Uni yo'llig'isi Singapurda, lekin uchlisning boshlig'i Xitoy. Uchlisning boshlig'i Xitoy. Demak, buni Amerika gerçi qonunni chiqargan bilan u amalga oqmadi. Ochmadi bu amalga, ochmadi. Bu baribir Xitoyning qo'l o'tib ketdi. Endi Xitoy buningda ikki xil mesaj berish mumkin. Birisi, sening narsang yo'q turibmi, biz qila olamiz deb. U yolg'on chiqdi. Qilolmaydi, hozircha qilaolmaydi deb hisobda. İkincisi, sen to'ssangmi, biz bu yo'lni ichib olamiz deb. Bugun bir uchurda Xitoydan birisi o'ziniki qanchalik ashu siz o'zak deb tarjima qilsangiz, shu o'zakni qo'lga keltirganligini, nurg'un o'zak borligini qo'lida. Buning gerçi Amerikaning qonuni xilof bo'lgan bilan o'ziniki mushta erisha olganligini ko'rsatib, ikki video ishlabdi. Demak, odatdagi qonun bilan Xitoyni to'sish, xuddi siz sizniki o'zingizniki Xitoylarningki kulturida bir xil suiqasdni o'ziga geniga singdirib o'tgan darajadagi holatda yashaydiganligini deb keldingiz. Demak, bular men Xitoy deganim bular Amerikalar, ishkilis Amerikalar Xitoy. Lekin bularning qo'lidagi texnika, bularning qo'lidagi zavoddan chiqqan narsaning hammasi Xitoyning qo'liga shunda oson bordi. Buni o'ylab beqish to'g'ri keldi deb o'ylayman. Amerikaningki yuzilanayotgan xirsi odatdagi xirs emas, xuddi siz degandek. Agar bu sun'iy aqlda Xitoy o'tib ketib qolsa, dunyoni endi oxir zamon bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. Endi biz endi hozirgi vaziyatga qaytib kelsak, oldimizda biz namoyish qilmoqchi, bizning hukumatimiz davomli namoyish deymiz. Siz bir qatim namoyish qilmay nima ish qilamiz deb pek yaxshi so'zladingiz. 5-fevral g'ulji namoyishi va oldimizda Amerikada biz dal shu kuni, chorshanba kuni oldimizda Tashqi ishlar ministrligi bino oldida namoyish qilmoqchi. Shunga agar Amerikadagi qarindoshlarniki vaqti yetsa, shunga xohlasa, ko'ngli xohlasa bizga qaytilishini umid qilamiz. Asli bu bizning majburiyatimiz, burchimiz. Shunday qilishimiz kerak. Men tunalar efendim sizmi biz nima ish qila olamiz? Hozir bo'z qo'limiz qurolasa qoldi deb bir gap qilgan. Siz bir mush to'g'risi 5-fevral qo'lji vaqasi İnqilobi bizningki tariximizda muhim tarix to'g'ri so'zladik-ku. Tarixni agar biz xotirlamasak, tarix unutiladi. Tarixni biz yozmasak va buni biz ko'rsatmasak, harakatimiz bilan bu tarix hattoki yuz bermagan bo'ladi. Yozilmagan tarix yuz bermagan voqea bo'ladi. Harakatimiz orqali namoyon bo'lmagan tarix bo'lib ma'qul g'uljidagi qirg'inchilik yuz bermagan bo'ladi. Agar bu yuz bermagan bo'lsa, shu degan vaqtda dal Xitoy kutgan yerdan chiqqan bo'lamiz. Bu bir. Ikkinchisi, hamda tashqi ishlar ministrligida qilishninki ahamiyati menimcha burunqidan yaxshiroq deb qarayman. Blinkenning davrida biz uchun bir 3-4 ig'iz gapni simvollik so'zlab qo'ygan bilan Marco Rubio biz uchun gapni mushu irqiy qirg'inchilik boshlanishdan ilgari va bo'layotgan hozirmi bo'layotgan vaqtda deb kelayotgan texi yaqinda Taylanddagi Xitoyga qaytarish taklifini asoslangan qarindoshimiz haqida bayonot bergan bir ministr yoki ministr buning oldiga berib mushundaq bir qirg'inchilikni xotirlashning o'zi mayli u chiqsin chiqmasin, mayli hech kim ko'rsin ko'msa, hech kim ko'madi deb qaramayman, chunki u nimada bo'ladi? Bu intan muhim o'rinda turdi. Ya'ni bizdek da'vogarlarning da'voyimizdan voz kechmaganligimizni va voz kechmaydiganligimizni bildirdi.
odamlarni texidimmi jasoratlantirib biz uchun so'z qiladigan qiladi. Agar ular bizni ko'misa, bizning ovozimizni anglamasa, bu bir tukka ish o'xshaydi deb qoladi. Garchi unda demasin, boshqa shunday deb qoladi. Agar biz da'vogar sus bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi. Xitoyni muttahamlashtiramiz. Bizning susligimiz bizni o'ltirayotganlarni texidimi jasoratlantirdi xolos. Men shuning uchun bu namoyishning intayin muhimligini bildirim. Garchi hech ish qilmasakmi, lekin ovozimiz chiqqan vaqtida ma xalqninki g'ururi va ekan, ma xalq texi bosh egmaydi, ham egmaydi ekan. Ma xalq yanala yordamga muhtoj ekan deydigan bir narsani qil. Meni yordam bersin. Eng muhimi vijdonimizga yuz kelamiz. Ma vijdon degan bir narsa bu ichimizda bo'ladi. Buni tillab yo'qitib o'tkil olmaydi. Gerçi bu davamlıq bizni tillab turdi. Bunda bir ajoyib bir yaratilgan maxluqotlar biz. Yaxshiki bunda bir vijdon bor bizda. Bo'lmasa bir gap bor, Uyg'urlar bunimiz to'qiydi degandek ashunda olib ketadi. Bu vijdon bizni qutqizadi. Bu bizningki axloqimizning kompasi bu vijdon degan. Shu vijdonimizning kompasidan mangayli demoqchi. So'zim tugadi. Rahmat. Biz ham de Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish suhbatimiz bilan lag'man yeb usul o'yin saqlam inson bo'lmaymiz. Shunga vijdonimiz uchun kim deganda vijdonimizning so'roviga javob berish uchun bo'lsa-mu, shu namoyishga, azroq o'zimizning dardimizni so'zlashga vaqt ajrataylik. Vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oxirlashdi. Men Tumnalar afandim, ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Sizga rahmat. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr xo'sh.